Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Kündülük haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitoy sayohat kontroli orqali obraz tiklashga urinmoqda. İnsan Haklarını Ko'zitish Tashkiloti 3 fevral yangi bir dokument e'lon qilgan bo'lib, dokumentda ko'rsatilishicha Xitoy chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoki Sharq Turkistondagi oilasini yo'qlamoqchi bo'lgan Uyg'urlarga qattiq cheklama qo'ygan bo'lib, chet eldagi Uyg'ur jamoatini kontrol qilish orqali Sharq Turkistonda hamma ish normal degan obrazni barpo qilishga uringan. Merkezi New York'ga joylashgan İnsan Haklarını Ko'zitish Tashkiloti Xitoyning bu tadbirlarining Uyg'urlarning erkin harakat qilish huquqini dafsanda qilganligini alohida ta'kidlagan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, İnsan Haklarını Ko'zitish Tashkilotining Xitoy masalasi tadqiqotchisi Yalqin Ulug'yo'l garchi Uyg'urlarga pasport elish va oilasi bilan qisqa muddat jam bo'lishga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, biroq bu vaziyat 2016-yildan boshlab Uyg'urlarning pasportini keng ko'lamda musodara qilganga qadar qisqa muddat davom qildi. Xitoy yanada Uyg'urlarning chet elga chiqish huquqini dafsanda qilmoqda. Ularning chet elga chiqqandan keyingi so'z harakatlariga qattiq cheklama qo'ydi. Shuning bilan birga chet el bilan aloqasi bo'lganligi uchun jazolamoqda degan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Uyg'urlarning Xitoyning aloqador doiralarini safar maqsadi yoki chet eldagi oila a'zolarining shaxsiy uchurlari qatorliq tafsiliy ma'lumotlar bilan ta'minlashi kerak ekan. Chet elga chiqishga ruxsat qilinuvchilar siyosiy faoliyatlarga qatnashishdan saqlanishi va belgilangan vaqtda Xitoyga qaytib kelishi kerak bo'lib, bu vaqt odatda bir necha kundan bir necha oygacha bo'ladi ekan. İnsan Haklarını Ko'zitish Tashkilotining dokumentida deyilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan ba'zi Uyg'urlar Xitoyning ularga o'xshash bir vaqt ichida har bir oiladan faqat bir odamning chiqishiga bo'ladiganligini aytganligini, kepil talab qilganligini bildirgan. Hamda safarga chiqqanlar ichidan cheklamalarga rioya qilmaganlarning oilasi yoki kepillarining qattiq jazolanishi mumkinligini alohida ta'kidlaganligini oshkorlagan. Chet elga chiqishga ruxsat qilingan Uyg'urlar safar jarayonida Xitoydagi bekitilgan bir amaldorga ish harakatidan muntazam dokument berishi, qaytgandan keyin aloqador xodimlar ularning pasportini yig'ib olishi kerak ekan. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur İnsan Haklarını Ko'zitish Tashkilotiga dadam qaytib kelgandan keyin mahalliy komiteti, yerlik soqchixona va amonlik saqlash idorasining amaldorlari uni izlab keldi. Ular uningdan kimlar bilan ko'rishganligi, nalarga borganligi va boshqalar bilan nimalarni so'zlashganligini so'radi degan. Dokument yana navbatda Xitoyning chet ellik sayohatchilarni Sharq Turkistonda ziyorat qilishga tashkillash orqali hech ish yuz bermagandek bir ko'rinishni paydo qilmoqchi bo'lganligi, chet elga chiqmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni qattiq kontrol qilishdan boshqa, yana Sharq Turkistondagi oilasi bilan jam bo'lmoqchi bo'lgan chet elda yashayotgan Uyg'urlarga qattiq shartlarni qo'yganligi qayd qilingan. Dokumentda ko'rsatilishicha, chet eldagi Uyg'urlar Sharq Turkistondagi aloqador o'rinlarning tasdiqini olish uchun qattiq tekshirish bosqichlaridan o'tishi kerak bo'lib, ular Sharq Turkistonga kirgandan keyin qayta so'roq qilindi ekan. Bu sababli ular tuqqanlarining uyida turolmay faqat mehmonxonada turishga majbur bo'ladi ekan. Ba'zi ahvollarda Xitoy elchixonalari ba'zi chet ellik Uyg'urlarga Xitoy tashviqot bo'limi tashkillagan atalmish Xinjiangni ziyorat qilish sayohatiga qatnashishni aytdi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokumentida yana Xitoyning 2017-yildan boshlab millionlarcha Uyg'urni jazo lagerlariga qamaganligini, 2022-yili BDT İnsan Hakları Oliy komissarining Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkin deb ko'rsatganligini tilga olgan. İstanbulda G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Kahrolsun Kızılçin, kahrolsun komünizm. Kahrolsun Kızılçin, kahrolsun. 1997-yili 5 fevral yuz bergan G'ulji qirg'inchiligini va shahidlarni xotirlash uchun 5 fevral Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Mazkur namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirishi bilan tashkillangan bo'lib, namoyishchilar Xitoyning tarixdagi va navbatdagi inson qilipidan chiqqan irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga qarshi plakatlarni ko'tarib, turli shuarlarni tovlashdi.
Aldı bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bayonot o'qib o'tdi. U bayonotida 1997-yili yuz bergan g'ulji qirg'inchiligini eslatib o'tdi va Xitoyning shu kuni Ramazonda ibodat qilayotgan xalqni bostirish jinoyatiga qarshi ko'chaga chiqib norozilik bildirgan Uyg'ur yoshlarini qattiq so'g'oqda so'g'oq suv chechib to'nglatib yoki o'q tutib qirg'in qilganligini, bu harakatga chetilgan barliq kishilarni ig'ir jazolaganligini, Xitoy namoyishni bahona qilib g'ulji va Sharq Turkistonning har qaysi viloyatlarida 20 necha mingdan ortiq xalqni tutqun qilganligini qayd qilib o'tdi. Bayonotda yana yaqinqi yillarda Xitoyning Sharq Turkistondagi 16 mingdan ortiq masjidni vayron qilganligi, xalqni har xil to'kmatlar bilan turkumlab tutqun qilib qirg'in qilayotganligi, majburiy emgakka selayotganligi, shuning bilan birga yolg'on tashviqotlari orqali jinoyatini yoshirishga urinayotganligi ta'kidlandi. Hidoyatullo O'g'izxon bayonotning oxirida Turkiya hukumatining Taylandda Xitoyga qaytirilish xavfiga duch kelgan Uyg'urlarni sog'-salomat Turkiyaga qaytirib kelishini umid qilganligini hamda islom dunyosi va turk dunyosini Xitoyning yolg'on tashviqotlariga aldanmay har vaqt Sharq Turkiston xalqiga ega bo'lishga chaqiradiganligini bildirdi. Arqadan Sharq Turkiston Ulamolar birligining a'zosi shundaqli g'ulji qatliamining guvohchisi Qosimjon Damollam so'z qildi. U 28 yil ilgari g'ulji qatliamida shahid bo'lgan Uyg'ur yoshlarining barliq Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi turish ulgusi ekanligini, ularning Xitoyga qarshi kurash ruhini unutmaslik, fidokor ruhidan o'g'inish va ularning intiqomini elish yo'lida kurash qilishning muhimligini ta'kidladi. Hemşirleri, anıları, sınırlarının tutuluşuna çıdamasdan özünün erkin halatda bir ibadet kılışını tosqunluk kılgan zalim Çin'e karşı, zalim Xitay komünistlerine karşı meydana tökülgen. Tökülgen vaxtıdı mı? Resmi özünü pida kılış için kepen kiyimini giyip durup, özünün namazını özü okup durup, biz bugün şehit olumuz ama bu davarımız, tevhid kelimesi gibi olan bağlılığımız devam ediyor. Bizden izbasanlarımız bunu devamlaştırdı deb meydana çıktı. Namoyish Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Umar Qarajimning yetakchiligida Xitoyga qarshi jonlarini atagan barliq shahidlarning ruhiga atab, shundaqla Sharq Turkiston xalqining Xitoy ishg'oliyatidan qutulishi, Xitoyning halokati uchun qilingan duolar bilan oxirlashdi. Yaponiyada bo'lsa 2 fevral Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlab norozilik namoyishi o'tkazilgan. Tokioning eng avod rayoni bo'lgan Shinjuku rayonida Uyg'urlar bilan Uyg'urlarni qo'llovchi yaponlarning qatnashishi bilan elib berilgan bu namoyishning ta'siri ilgirki yillardagiga qaraganda alohida zo'r bo'lgan. Gollandiyada bugun 5 fevral g'ulji qirg'inchiligini xotirlash namoyishi o'tkazilgan bo'lib, namoyishchilar 28 yil ilgirki dal bugungi kunda Xitoy tajovuzchilarining mazkur Uyg'urlarni qanday bostirganligi haqida tafsiliy to'xtalgan. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlar Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan Sharq Turkiston tantarbiya va kultur jamiyatining boshchiligida 2 fevral Stokgolmdagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilgan va mazkur qirg'inchilik haqida Uyg'ur va shved tilida bayonot e'lon qilgan. Qirg'izistonda bugun 5 fevral g'ulji qirg'inchiligini xotirlash uchun Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining tashkillashida g'ulji qirg'inchiligida shahid bo'lgan qarindoshlarimizga atab duo qilingan. Amerika Panamaning Xitoy bilan tuzgan qurilish planidan chekinganligini qarshi oldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Panamaning Xitoyning ul aslaha qurilish planidan chekinganligini qarshi olgan bo'lib, Rubio buni olg'a qarab besilgan cho'ng bir qadam deb ta'riflagan. Muhofizachi gazetining 4 fevral xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Panamaning Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusiga qatnashmaslik qarorini maqtab, buni Amerika Panama munosabatidagi ijobiy o'zgarish deb ta'riflagan. Panama prezidenti Jose Raul Molino bu kelishimning yangilanmaydiganligini jakarlagan bo'lib, Xitoyning ta'siri va qarz tuziqi diplomatiyasi izchil andisha qo'zg'ab kelgan. Marco Rubio erkin Panama qonunining muhimligini ta'kidlab, Xitoyning u yerdagi harakatlarini tekshirishga chaqiriq qilgan. Mutaxassislarning qarashicha, bu qatimliq tekshirish Panamaning bu savdolarni qayta ko'zdan kechirishi va Amerika yoki Yevropa shirkatlarini taklif qilishining yoshirin yo'li bo'lishi mumkin ekan.
Tashkilotlar birligi hay'ati Indoneziyani ziyorat qildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi hay'ati 3 fevral Indoneziya poytaxti Jakartada ziyorati bo'ldi. Hay'at Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining muavin raisi Nurmuhammad Turkistoni va bosh kotib Abdurashid Aminhojidan tashkillangan. Hay'at oldi bilan Islom hamkorlik tashkilotining yoshlar vakillari va Astrid Nadia Rizqita xonim qatorliqlari bilan ko'rishgan va Indoneziya o'limalar kengashi bosh shtabini ziyorat qilgan. Bu jarayonda tashkilotning idora hay'ati bosh kotibi bilan Muhammadiya, Bersis va Falastin do'stlik tashkilot vakillari bilan ko'rishgan. Arqadan Buya Amirshoh Tambonan va doktor Sudarnoto bilan birlikda 2025-yillik Indoneziya Uyg'ur xalq diplomatiyasi haqida fikr almashtirgan. Hay'at oxirida yana Islom o'quvchilar birligi markaziy idora hay'ati bilan ko'rishgan bo'lib, bu jarayonda Sharq Turkiston davosida hamkorlashish to'g'riliq suhbatlashgan. Xitoy Amerika mahsulotlariga qo'shimcha boj qo'yadiganligini da'vo qildi. Xitoy Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoydan import qilingan barliq mahsulotlarga 10% qo'shimcha boj qo'yish qaroriga qarshi Amerikadan import qilinadigan ba'zi mahsulotlarga qo'shimcha boj qo'yadiganligini da'vo qildi. Amerika ovozining 4 fevral xabar qilishicha, Xitoy Moliya ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerikadan import qilinadigan xam neft, dehqonchilik uskunalari, qatnash vositalari va yuk mashinalari qatorliqlarga 10%, ko'mir va tabiiy gaz importiga 15% qo'shimcha boj qo'yadiganligini bildirgan. Mazkur qo'shimcha bojlarning 10 fevraldan boshlab yo'lga qo'yilganligi uqtirilgan. Xitoy Savdo ministrligi yana siyrak to'pa va bir qism muhim madanlarning Amerikaga eksport qilinishining kontrol qilinadiganligini aytgan. Bayonotda yana Xitoy bozorni tartibga solish idorasining Google shirkatining monopollik qilmishiga qarshi tekshirish boshlaganligi da'vo qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Trump 1 fevralda imzolagan qarornoma bilan Kanada va Meksikadan qilinadigan importga 25%, Xitoydan qilinadigan importga 10% qo'shimcha boj qo'ygan edi. Amerika taraf e'lon qilgan bayonotida Xitoyga qaratilgan boj o'stirishning sababining Xitoy mas'ullarining fentanil va uning xam ashyo moddalarining Amerikaga kirishini kontrol qilishda unumsiz bo'lganligi ko'rsatilgan edi. Uningdan boshqa Amerika taraf yana Xitoyning aqliy mulk o'g'irlash, majburiy texnika yo'tkash va boshqa yo'lsiz qilmishlarining, shundaqla Xitoydan kelgan qonunsiz ko'chmanlarning ko'payishining qo'shimcha boj qo'yishning sabablari ekanligini tilga olgan. Ma'lum bo'lishicha, Trump Kanada va Meksikaga qo'yilgan bojlarning ijro qilinishini bu davlatlarning chegara kontrolligini kuchaytirish sharti bilan bir oy kechiktirganligini jakarlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga qarata kechiktirish yo'qligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.